Offlayn yoki onlayn? Men uchun 100% offlayn. Chunki baribirga ham kontaktda bo'ladi ustoz bilan shogird o'rtasida baribirga ham ko'z-ko'zga tushadi. Nazorat qilish, ya'ni kontrol qilish bu 100% bo'ladi. 100% bo'lmasa ham 90% bo'ladi. Baribir uydagi 10% kontrolni ustoz qila olmaydi. Offlayn avvalo foydali. Bu katta ehtimollik. Endi umuman to'g'ri kelmagan sharoitda yoki bo'lmasa masofa agar xalaqit qiladigan bo'lsa bu holatlarga onlayn ham foydali. Lekin baribir uni minuslari bor, katta ehtimollik bilan. Chunki baribirga ham shogird, ya'ni o'sha o'rganayotgan odam ustozni ko'rmayapti-yu. 3 kun darsga kirib qo'ysam bo'ldi, darsni qilib qo'ysam bo'ldi degan tushuncha bo'ladi-ku, baribir ko'z-ko'zni anaqasini oladi-yu. O'shaning uchun offlayn foydali. Oxirgi holatlarda onlayn. Qaysi holatlarda? Yana qaytaraman. Masofa, sharoit, vaqt yoki bo'lmasa deylik, shunga o'xshash qanaqadir omillar bo'lib qolsa, onlayn ham foydali.